Ha, bismillah. Bismillah. Qo'ldan kelgancha endi. Mana bu Uhud tog'i mana shu. Uhud tog'ida turibmiz. Madina bu yoq tomonda ekan. Mezanalar ko'rib turibdi Madina. Makka bu yoq tomonda ekan. Mana bu Uhud tog'i. Mana bu joyda, maydonda, avtobusda turgan joyda Uhud jangi mana shu yerda bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kamonchilarni joylashtirgan tog'lar. Shu qoyani orqasiga joylashtirgan ekanlar. Madina bu yoqda. Makka bu yoqda. Shu turgani shahidlar maydoni, qabriston, shahidlar qo'yilgan joy, mash'ani oq plakatda turgan joy ekan. Zoda uchli mezana turibdi. Jangga askarlarni o'sha yerdan turib jangga chiqilgan ekan o'sha yerda. Musulmonlar o'sha yerda joylashgan ekan askarlari. Zoda xurmozorlar turibdi. Mushriklarniki o'sha yerda bo'lgan ekan. Jang mana shu o'rtada bo'lgan ekan. Kamonchilarni mana bu tog'larni orqasiga qo'ygan ekanlar payg'ambarimizlar. Mekkeli zengin bir ailenin çocuğu. Allah Resulü sabra geçtiği için annesi babası buna sahip. Şu doğrulada o kızdan eledi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam quduqqa tushib ketib yaralangan joylari o'sha yerda quduqqa tushib yaralanib turibdi. Mana shu Uhud tepaligida turibmiz. Mana bu Uhud tog'ini o'zi. Ben Medine'de çalmadım, kapı bırakmadım.